an'anaviy tamaqi paramish qilishni dars qilib o'tdik. Buning uchun ketarli materiallar xemir uchun normal holatdagi un, shiktal tuxum, normal holatda ilitilib olgan süt, bir 10 gram atrofida sarmay, bir 5 gram atrofida ichitqu, bir 2 gram atrofida tuz. Tuzni pek az sasanlar bo'ladi. Qiymish uchun tartilib olgan kala go'shti. O'zinglar qo'y go'shtini yaxshi ko'rsanglar, qo'y go'shtida qilsanglar bo'ladi. Normal holatdagi piyozdan shiktal. Men o'zim piyozni pek ko'p yeyishni yaxshi ko'rmagachga ozroq qildim. Endi ma o'lcham men kichikroq o'lchamda qildim. Agar o'zinglar ko'p jon saninglar ko'plariklar jiqaroq qilmoqchi bo'lsanglar, ma o'lchamni ko'paysanglar bo'ladi. Men ma sut o'lchagan piyolamda dövlab 2 chin un ma bu. Endi sizlar buni ko'paysanglar yana bo'ladi. Xanım qizlar, ma bu bayatdan yug'urib olgan xemirimiz hozir bo'lib ichib shuna holatda bo'ldi. Buni men 55 gramdan zuvib qoldim. Ma bu bayatdanki o'lchib olgan qiymimiz, piyoz, go'sht tayyorlanması. Buni o'zimiz xohlagan xuruchlarni aralashtirsak bo'ladi. Masalan, zira, qarmush, oqmush degandek. Men undan narsalarni yaxshi ko'rmagachga solmadim. Bayatınqı 55 gramdan zuğulgan xemirimizni müşunda holatda yayımız, Nipis Petermantining jiltisini ochgandek. Onun keyin tayyorlab olgan qiymimizni ichiga silib, tashib, pichqimiz bilan müşunda yeyitimiz. Yeyitib bo'lgan keyin o'ng qo'limizni maholatda tutib turib, so'l qo'limiz tarafga qarata aylantirib, dumaloq shakl qilib tugimiz. Men hozir buning tukkan shaklini ko'rsataman. O'ng qo'limiz, so'l qo'limiz xemirning ichiga kirdi. O'ng qo'limiz bilan mushu holatda go'shtni tukkandek mushuna tugib maqmiz mana. Anadan keyin mushu dumaloq holatda aylanib qo'limiz bilan tang aylangandan keyin o'ttirib kavak holatga chiqib, ichidagi qiymisi mushunda holatda ko'rinib turdi mana. Mana bayatınqı tugib tayyor qilgan paramishimizmi? Bulguning xemiri qapaganga o'xshash mush holatda 10 minutdan 15 minutgacha uyning normal haroratida qapartib olamiz buni. Undan keyin miyimizni normal darajaga qizirtib, buni qozonga mayni quyib, mushu holatda solamiz mana. Dum qilib. Ma tavuq sabek yaxshi. Men tavuqni nima qilish imkoniyatim bo'lmadi bugun. Shuning uchun qozonda qildim. Sizlar tavuqni qilsanglar, men texnik chiroyli chiqdi. Endi mana maydan dum holatda qilib o'tkazdik. Endi buni asta og'diramiz. Mana mush holatda og'dirib, mana usti qizadi-ku, tugilgan yeri. Undan keyin maning ichiga maydan mushunda quyib turamiz, mana. Mushunda quyib, maning ichidagi go'shtning ham qilishining oldini olamiz. Mush holatda o'tninki kuchini tanshab, mayning bek qizib ketishini normal holatda tanshab turib pishirsak, bu shunday chiroyli qizirib, oltin rang chiqadi. Endi bek qizilni yaxshi ko'rishni, yeyishni yaxshi ko'rmaydigan xonimlar normal holatda qizib olsanglar bo'ladi. Endi buning taqsigaga holatini ko'rsatay. Mana xanım qizlar, paramishimiz tayyor bo'ldi. Yumshoq, ichidagi qiymalarimiz teshig'i chiqib ketmadi. Shunda holatda pishib chiqsa bo'ladi. Undan keyin men ozroq xemir yeyib qolgan, mayliq bo'g'irsoq qilatdim. Bu shunda yumshoq yaxshi chiqdi mana.